Jannatga kirish, Allohning jamolini ko'rish har bir mu'minning eng cho'ng arzusi. Jannat Rabbimiz tarafidan ko'zlar ko'rib baxmagan, quloqlar anglabmı baxmagan eng go'zal ne'matlar bilan bezalgan makondir. Jannat turlik lazzatli ta'mlar bor bo'lgan makondir. Jannat insonning butun arzusi o'rindilgan mangulik baxt saodatga to'lgan makondir. Buningdek katta bir saodatga eg'izdagi gap bilan, quruq xiyol bilan erishkili bo'lmaydi albatta. Jannat oxirat olimining saodat jamgohi, ne'mat va ehson daryosi, lazzat va huzur makonidir. Ammo Rabbimiz jannatda bo'lishiga ruxsat qilmagan ba'zi narsalar bor. Qani keling, biz birlikda jannatda qat'iy tepilmaydigan narsalarga bir qarab boqaylik. Birinchi, jannatda ibodat yo'q. Ibodat deganimiz aslida bandaning Allohning oldidagi majburiyatlarini o'rinlash orqali uning roziligiga erishish demakdir. Ya'ni ibodat faqat bu dunyoda qilindi. Jannatga kirishi nisb bo'lgan bir kishining u yerda ibodat qilish majburiyati bo'lmaydi. Chunki jannat hayoti dunyoda qilgan ibodatlarimizning mevasini, mukofotini oladigan yerdir. Ikkinchi, jannatda bir qatim qilgan ishimizni yana bir qatim qayta qilmaymiz. Ya'ni har qatim nima issak yoki nima yesak, ilgari yeganlarimizning ta'miga o'xshamaydigan har xil ta'mlik narsalarni tetaymiz. Bu sababdan yeb bo'lgan narsalarimizni qayta yegimiz keladigan va taomlardan zerikib qoladigan ahvollar bo'lmaydi. Uchinchi, jannatda tabiat hodisalari, turli ofatlar bo'lmaydi. Jannatda mayli bo'ron chopqin, muldir, qor yomg'ir, yer davrash, o't ofati va yoki qurg'oqchilik degandek tabiat hodisalari bo'lmaydi. Aksicha bak issiqmi emas, bak sovuqmi emas, jonga huzur beradigan bir havoda bo'ladi. Hatto jannatda chiqqan mayin shamolmi mazzilik puriqi bilan odamga boshqacha huzur ato qiladi. To'rtinchi, jannatda hojat deydigan bir ish bo'lmaydi. Odamlar jannatda hayotiy dunyodagidek ko'rimsiz bo'lmaydi. Tanlarimi pok-pokiz holda bo'ladi. Ya'ni nijosat, cho'ng kichik tarat degandek ishlar bo'lmaydi. Aksicha yegan va ichganlarimiz targa aylanib, badanimizdan chiqib ketadi. 5. Jannatda o'lim bo'lmaydi. O yerdagi har bir narsa mangu tirik hayot beti qoladi. Hayotiy dunyoda mu'min va musulmonlardan yaxshi amallarni qilgan kishilar mangulik baxt saodatga to'lgan jannatga, kofir va munofiqlar bo'lsa mangulik jahannamda qoladi. 6. Jannatda qo'rqinch, g'am andisha va dushmanlik bo'lmaydi. Har bir shaxs bir-biri bilan do'st bo'ladi. Qo'rqinch va g'am andishasidan xalos bo'ladi. Dushman, zolim, aldamchi va yomonligidan odamga qo'rqinch olib keladigan kim bo'lsa jannatda bo'lmaydi. Aksicha har bir kishi bir-biriga ishonadi, do'st bo'ladi. Gapning qisqasi, u yerdagi har bir daqiqamiz xushallik va shodxo'ronlik ichida bo'ladi. 7. Jannatda qayrib ketish bo'lmaydi. Ya'ni inson jannatga eng mos keladigan bir yoshda bo'ladi. Bu yoshning 33 yosh ekanligi to'g'risida rivoyatlar bor bo'lib, bu jannatdagi har bir mu'minning mangu qayrmay yosh holatida yashaydiganligini ifodalab beradi. 8. Jannatda og'riq va kasal azobi bo'lmaydi. Jannatdagi mu'minlar eng go'zal va eng mukammal bir suratda bo'ladi. Moddiy va ma'naviy jihatdan alohida kuchga ega bo'lgan bo'ladi va qat'iy kasal, og'riq azobi, azob oqibatga o'xshash yomon ahvollarga duchor bo'lmaydi. 9. Jannatda uxlash bo'lmaydi. Amaliyotda uyqu insonning ojizlik tarafining biri hisoblanadi. Jannatda harg'inlik deydigan bir ish bo'lmag'achqa, o'limning qarindishi bo'lgan uyqu ham bo'lmaydi. U yerda vaqtimizni qanday qilib eng go'zal shaklda o'tkazalisak, shundoq o'tkazishga tirishamiz. Albatta, hech qanday bir go'zallikni qo'ldan berib o'tmagan holda. 10.
Jannatda hech qanday yomon e'tiqod va yomon mijoz xarakter bo'lmaydi. Masalan, kofirlik, Allohga sherik keltirish, ozg'unlik deganga o'xshash. Chunki oxiratda hayoti dunyoda Allohga iymon etmagan kishilardan tortib, butun kishi iymon etadi. Yana shuningdek u yerda yolg'onchilik, g'aybat, tuhmat deganga o'xshash yomon mijoz xaraktermi ham bo'lmaydi. Hammaylan jannatga loyiq bir shaklda shirin so'zlik va qalbi go'zal, oq ko'ngil insonlardan bo'ladi. Demakki, jannat oxirlashib, tugab ketmaydigan go'zalliklar diyoridir. Jannatdagi kishilarning go'zalligi va ularga ne'mat qilib berilgan narsalarning lazzati va alohidaliklari davomli yangilanib ko'payib turadi. Mehr shafqatlik, rahimdil Rabbimiz bizni jannatga kirishga va o'zi bilan uchrashishdan iborat Jamolullohni ko'rishga vasila bo'ladigan amallar bilan mashg'ul qilsin. Amin.